iltimos serialdan tezroq chiqib keting, iflos degan izohlar har kuni meni Instagramga keladi. Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Malika Gaziyeva va bugun Rangsiz gullar serial haqida gaplashamiz. Xo'sh, Rangsiz gullarda men Rayhan rolini o'ynayman. Bilaman, rolim salbiy, negativ, lekin bu shunchaki kino. Oldin Ikkinchi ota, Men uchun yasha seriallarda o'ynaganman. Bu seriallarda rolim juda ham yaxshi bo'lgan, shunaqa mehrli, pokiza, juda ham pozitiv rol bo'lgan. Lekin bu pozitiv rollar menga shunchalik mashhurlik, statistikani bermagan. Har kuni direktimga yoki reelslarimga tagiga shunaqa g'alati, jahldor izohlar, kommentariyalar keladi. Iflos, o'lib ket, turkvacha, Turkiyaga qaytib ko'rsam urib ketaman, sindiraman va hokazo. Bilasizmi, men hayotda umuman boshqa odamman. O'zimni oilam bor, bolalarim bor, erim bor, baxtliman, Xudoga shukr. Jama Babajanov bilan yoki Ra'no o'ynagan Farida bilan munosabatlarimiz juda ham zo'r. Men ularni hurmat qilaman va biz ssenariy yozmaymiz. Odamlar, bu shunchaki kino. Shu rolim sizlarga shunaqa ta'sir qilayotgan bo'lsa, ya'ni men o'z ishimni maromiga yetkazib berib o'ynaganman, to'g'rimi? Va shu videomni olishidan sababi, iltimos, bir-birimizga mehrli bo'laylik, dilimizni og'ritmaylik, odobli bo'ling, aqlli bo'ling, sal kallangizni miyangizni ishlating. Bu kino hayotdan olingan, lekin bu meni hayotim emas. Yaxshi yangiliklardan biri, men yaqin orada yangi serialda bosh rolni o'ynayman, Xudo xohlasa, va bu rolim juda ham fayzli, pokiza, mehrli, pozitiv rol bo'ladi. Men esa dugonamni mashhur bloger va juda ham chiroyli qizi tug'ilgan kuniga ketyapman. Hammaga xayr.